Bismillahirrahmanirrahim. En güzel maqtashlar ve en isil mediyeler alemlerinin yaratquchisi ve yegane Rabbi bo'lgan Allah Teala'ga xosdir. Allah Teala'ni chin qalbimdan mediyelayman. Uningga hamd sano aytaman ve shukr qilaman. Haq dinni bizlarga yetkazgan suyimli payg'ambarimiz Hazreti Muhammad alayhisalomga durud, duo ve salam yollayman. Onun aile tavabatlarına, sahabelerine ve ta kıyametkice onun yolunda mağdığan Müslüman kıyırındaşlarına bəxt saadet dileymen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetlik okurmenlerimiz. Əmdi diqqətinlağa bəxt saadetinin 40 retspi namlıq kitabımızını okup verişini davamlaştırırız. 39. retsip kişilerini əpu qılın. İnsanlarning turli qo'zg'atquchlarga taqobil turish darajasi o'xshash bo'lmaydi. Ba'zi kishilar oddiygina ishlar uchun nodonlik qilib qo'ydi. Ba'zilar bo'lsa o'zining o'tkir tafakkuri va isil axloqi bilan o'zini tutib olishni biladi. Garchi kishilarning ittiklik, ig'ir besiqlik, aldiraqsonlik, savrchanlik, sezgurlik, devanglik qatorliq alohidliklarning yuqur tuvan bo'lishi ularning xarakterining qandoq bo'lishiga zo'r darajada bog'liq bo'lsa-mu, odamning o'ziga bo'lgan ishonchisinin başqalarga muloyim bo'lish va ularning xatoliklarini afu qilish bilan ma'lum darajada munosabati bor. Haqiqiy ulug' odam kamolatga yetgan sari ko'ngli ko'ksi kang bo'ladi, afuchan bo'ladi. Kishilarning uzrsini qabul qiladi, xatoliklarni kechiradi. Tantaklikdan biri uningga azor bergili tursa, u xuddi yo'lda o'ynayotgan sabiy balalarning o'ziga tosh atganiga qarab kulimsirab qo'ygan paylasupga o'xshash igiz cho'qqidan pastga boqadi. Ko'ngilning kayniga kirgan chaqda g'azab ba'zilarni aqlidan ozdirib qo'ydi. Hatto ba'zilar o'zini qon to'kmigicha oqlanmaydigan darajada haqoratga uchirgandek his qiladi. Ammo u odam axloqiy fazilatlarning qo'rg'onlari ichiga yoshiringan bo'lsa, bunchalik holga yetib qolmaydi. G'azabning ziyni ko'pdir. İslam mutafakkiri Muhammad G'azzali musulmonning axloqiy nomliq asrida mundoq deydi. G'azab odam bolasi qalbida yongan cho'g'dir. Ko'zlarining qizirib ketganligi, go'ran tomo'larining ko'pishib ketganligi g'azabning eng cho'qqiga chiqqan vaqti bo'lib, uni yengishning chorasi o'rnidan qo'zg'almaslik. Agar o'ri tug'an bo'lsa, o'ltirib olishdir. G'azabning kayniga kirgan odam xudini bilmay ishlarni isloh qilib bo'lmaydigan darajada buzib qo'ydi. Ba'zi kishilar g'azablanganda o'zini besib ololmaydi. Davomli terikib turadi. Eg'izidan ko'p qaynatib tillaydi, qog'aydi. Munda qilish insoniy go'zal axloqqa zid keladigan qiliqlardir. Payg'ambar alayhisalom bir hadisida mo'min odam kishilarni tillamaydi, la'nat o'qimaydi, sat gap qilmaydi va hayosizlik qilmaydi deb ko'rsatgan. Oson achchig'lanadigan odam ko'p hollarda achchig'ining kayniga kirib, nurg'un ahmoqona ishlarni qilib qo'ydi. Odatda eshik ichilmasa uni tillaydi. Qo'lida tumagan saymonni sundirib qo'ydi. Urkigan hayvonni qog'aydi. Navoda u kishi shopir bo'lsa, qarish tarafni to'xtamay tillaydi. G'azabning ziyni to'la, oqibati xatarlik. Shunga g'azab qo'zg'alganda o'zini tutib olgan odam haqiqiy botir odamdir. Payg'ambar alayhisalom sahobalaridan "Sizlar qandoq odamni botir deysizlar?" deb so'raganda, sahobalar "Biz hech kim yiqitolmaydigan odamni botir deymiz" deydi. Bu vaqtda payg'ambar alayhisalom ularga javob berib, g'azablangan vaqtda o'zini tuta oladigan odam haqiqiy botirdir deydi. Hammaga ma'lumki, inson o'zini qancha tutib olgan siri, ochiqini qancha besib olgan siri, ig'iziga qancha ega bo'lgan siri, kishilarning sahvanliklarini qancha afu qilgan siri, uning kishilarning orasidagi va Alloh taolaning nazaridagi hurmati yuqori bo'ladi. Afu qilish mundaq 3 turlik bo'ladi. So'kiladigan turdagi afu qilish. So'kiladigan turdagi afu qilish haqsizlikka, zulmga bo'y egib, zolimlarning qilmishlariga rozi bo'lish, qarshilik bildirmay, aksicha ularni afu qilishdir. Islom dini bu xildagi taslimiyatchilikni qattiq so'kidi. Chunki islom dini hurmat va izzat dini bo'lganlikdan musulmonlarning va barliq inson bolasining xo'rlik ko'rishini, ezilishini, bo'zaq qilinishni qat'iy yoqtirmaydi. Zulmga va haqsizlikka qarshi turishni, shundaqla zolim hukmdorlar oldida haq so'zni dodil qilishni eng ulug' martabalik jihad qatoridan sanaydi. Payg'ambarimiz Hazreti Muhammad alayhisalom bir hadisda eng afzal jihad zolim hukmdorning oldida haq so'zni qilishdir deb ko'rsatgan. Birov o'zining kuchlik birining haqsizligiga uchrab, uningga kuchi yetmaganlik sababdan uningdan haqqini talab qilishdan voz kechsa, uning bu qilg'ini afu qilganlik sanalmaydi. Balki haqsizlikni qabul qilganlik va taslimiyatchilik sanalib, so'kilishga yuz tutadi.
agar u kuchi yetmaganlikdan haqqini talab qilishdan voz kechib bu qilganligini apu qilganlik deb da'vo qilsa u rostli yolg'onchidir. Chunki u apu qilganlik emas, balki ojizlik qilganlik, o'zining hur insonlik xislatiga va nohaqchilikka ko'z yumish orqali boshqalarning shunday haqsizlikka uchrashiga yo'l qo'yganlik, zolimlarning haqsizligini, jabr zulmlarni qo'llaganlik va ularni shunday qilishga tashabbus qilganlik bo'lib hisoblanadi. Balki ojizlik qilganlik, o'zining hur insonlik xislatiga loyiq ish qilganlik va nohaqchilikka ko'z yumish orqali boshqalarning shunday haqsizlikka uchrashiga yo'l ochganlik, zolimlarning haqsizligini, jabr zulmlarni qo'llaganlik va ularni shunday qilishga tashabbus qilganlik bo'lib hisoblanadi. Haqiqiy musulmon odam boshqalarga haqsizlik qilmaydi va boshqalarning haqsizligini qabul qilmaydi. Haqsizlikka va zulmga qarshi chiqadi. Adolatni joriy qildirib, zulmga uchraganlarni yo'laydi va ularga hesdoshlik qiladi. Musulmonning azizligi, karomati va qadr-qimmati mana bu yerda. Maqtaladigan turdagi apu qilish. Maqtaladigan turdagi apu qilish haqsizlik qilguvchiga kuchi yetadigan turib uni kechirib yetishdir. Mana bu haqiqiy apu va haqiqiy kechirim bo'lib, ulamolar uni apuchanlik o'ch ilishga kuchi yetadigan turib kechirib yetishdir deb ta'riflagan. Mana bu payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhisalom ijro qilgan apu edi. Payg'ambar alayhisalomga va uning sahobalariga inson chidab turolmaydigan ig'ir zulmlarni saqan, ularni eng vahshiy qiyin qistoqlarga olgan. Hatto ularni o'z yurtlaridan qo'g'lab chiqargan. Buni az deb ularning mol-mulklarini xohlagancha talon-taroj qilgan. Uylarini ko'ydirib tashlagan Quraysh qabilasi boshchiligidagi Makkalik arablar bir tarafdan Muhammad alayhisalomning ularni qandoq ig'ir jazolarga tortadiganligini kutsa, yana bir tarafdan mehri shafqati hammaga umum bo'lgan bu ulug' zotning shafqatiga talmurib, qattiq qo'rqinish bilan birga umid ichida turishganda, payg'ambar alayhisalomning ularni tarqilinglar, ozodsizlar deganligi Makkaning urush jinoyatchilaridan biri bo'lgan Muhammad alayhisalomga va islom diniga qattiq o'shmanligi bilan tonilgan. Payg'ambar alayhisalomning qizi Zaynab radhiyallohu anhani urib qo'sqidagi bo'qini tushirayotgan Hibar ibn Asfad degan odamni kechirayotganligi. İnsoniyat tarixida misli ko'rilmagan bir kechirim bo'lganlikdan, ular uning kang qo'saqligi va esil fazilatlaridan ta'sirlanganlikdan arablar top-top bo'lib o'z ixtiyori bilan islom diniga kirishga boshlagan va arab yerim orili qisqa muddat ichida islom diyoriga aylangan. Rahim shafqat qilganlikdan apu qilish. Rahim shafqat qilganlikdan yoki ich og'irtganlikdan apu qilish o'zidan ojiz yoki qo'l ostida ishlaydigan birining xatoligini, tantakligini apu qilib jazolashdan voz kechish deganlikdir. Bu faqat qalbi iymon bilan to'lgan, rahim shafqatli bo'lishni odat qilgan, har zaman va har kimga yumshoq muomalada bo'ladigan, o'zidan to'van turadiganlarning holiga yetadigan esil axloqli musulmonlarning qo'lidan keladi. İnsanlarning xatoligini va yomonligini kechirib o'tish haqiqatan fazilatli amaldir. Alloh taolo taqvodor mu'minlarni maqtab mundoq degan: "Val kaziminal g'ayza val afina anin nasi vallohu yuhibbul muhsinin." Ya'ni ular ochiqini yutadigan, kishilarni kechiradiganlardir. Alloh yaxshilik qilguvchilarni do'st tutadi. Alloh taolo payg'ambar alayhisalomni apuchanlikka buyurib mundoq degan: "Xuzil afva va'mur bil urfi va a'rid anil jahilin." Ya'ni sen apuchanlik yo'lini tutqin, yaxshilikka buyrug'in va nadonlardan yuz o'rgin. İnsoniyatning iftixorlik ulgisi, barcha esil fazilat va go'zal axloqning ustozi payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhisalom ojizlarning beshini silash, ularning kamchiliklarini va xatoliklarini apu qilish, qo'l ostidagilarga eng yumshoq va silih muomala qilishda insoniyatga jonliq o'rnakdir. Payg'ambar alayhisalomning yinida 10 yil xizmat qilgan Anas ibn Malik radhiyallohu anhu uningdan bir haqiqatmi qattiq so'z anglamaganligini va yomon muomala ko'rmaganligini bayon qilib, "Men payg'ambar alayhisalomning yinida 10 yil xizmat qildim. Bu jarayonda uningdan bir haqiqatmi yomon so'z anglamadim. Qiling degan ishni qilmagan bo'lsam, nimishqa uni qilmading deb so'ramaydi. Qilmang degan ishni qilib sog'inimda, nimishqa unda qilding deb so'ramaydi." Oilasidagilarga payg'ambar alayhisalomdan mehribon bir kishini ko'rganim yo'q deydi. Ayollar erlarning qo'l ostida bo'lgan ojiz toifalar bo'lib,
ailening huzuri va tinchligi ayollarning xatoliklarini va kamchiliklarni afv qilish bilan ta'min etiladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bu mavzudimi insoniyatga ulgu edi. U oilasidagilarga eng yaxshi muomala qiladigan ulgilik bir eng shafqatlik bir ota va intayin mas'uliyatchan bir oila boshlig'i edi. İmam Muslim rivoyat qilgan hadisda sahobalarning ayollarga mehribonlik qilishda payg'ambar alayhissalomdan ortiq birovni ko'midiq deganligi qayd qilingan. Payg'ambar alayhissalom boshqalarni bu yaxshi axloqqa chaqirib, sizlarning eng yaxshinglar o'z ahliga eng yaxshi muomala qiladiganlardir. Men o'z ahliga eng mehribon kishinglarman degan. Makka fathi qilingan kuni payg'ambar alayhissalom bilan uning sahobalariga ilgari inson chidab turolmaydigan og'ir zulmlarni saqan. Ularni eng vahshiy qiyin qistoqlarga olgan. Hatto ularni o'z yurtlaridan qo'g'lab chiqargan. Uni ozdab ularning mol-mulklarini xohlagancha talon-taroj qilgan. Uylarini kuydirib tashlagan. Muhammad alayhissalomning Makkadagi uyini to'ptiz qilayotgan Quraysh qabilasi boshchiligidagi makkalik arablar bir tarafdan Muhammad alayhissalomning ularni qandoq og'ir jazolarga tortadiganligi va qilgan jinoyatlarining intiqomini qandoq ichinishlik oladiganligini kutib, yana bir tarafdan Muhammad alayhissalomdan iborat mehri shafqati, ko'nglining yumshoqligi, kechirimchanligi bilan hammaga birdek tonilgan ulug' bir odamning shafqatiga talmurib, qattiq qo'rqinish ichida, ammo yana umidlarini uzmagan holda turishadi. Dal shu vaqtda payg'ambar alayhissalom ularga xitob qilib: "Ey Quraysh jamoasi, meni sizlarni qandoq qiladi deb o'ylaysizlar?" deydi. Ularning hammasi bir og'izdan chiqqandakla, yaxshilikni kutimiz, qerindishimiz va qerindishimizning o'g'li bo'lgan zot karamlikdir deyishidi. Ondan payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: "Men xuddi Yusuf alayhissalomning o'z qerindoshlariga aytgan: La tasriba alaykumul yawma yaghfirullohu lakum va huwa arhamur rohimin." Ya'ni bugun sizlar ayblashga uchurmaysizlar. Allah sizlarni kechirsin. Allah eng karamlik zotdir degan so'zni aytimi. Tarqilinglar, azod sizlar deydi. Payg'ambar alayhissalomning shuncha yil o'ziga va sahobalarga chidog'siz zulmlarni saqan dushmanlarini kechirayotganligidan ta'sirlanib, ularning hammasi top-top bo'lib o'z ixtiyori bilan islom diniga kirishga boshlaydi. Bu voqelikni Alloh taolo Qur'oni Karimdagi Nasr surasida ifodalagan. İza jaa nasrullohi val fath va ra'aytan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi robbika vastagfirhu innahu kana tawwaba. Ya'ni Allohning yordami va g'alabasi kelgan va Allohning diniga kishilarning top-top bo'lib kirganligini ko'rgan chog'ingda Rabbingga tasbih etgin, hamd sano etgin va uningdan mag'firat tiligin. Chunki Alloh tavbini bak qabul qilguchidir. Yana payg'ambar alayhissalom Makkaga kirishdan avval Makkaning urush jinoyatchilaridan 9 kishining kallasini elish to'g'risida buyruq bergan bo'lib, ularning ko'pinchisi kechirimga erishib o'limdan qutulib qoladi. Keyincha musulmon bo'ladi. Shularning ichidan Hibar ibn Asvad deb biri bor edi. U Muhammad alayhissalomga va islom diniga shunchalik qattiq o'shmanlik ko'rsatgan. Qilg'udakli gunohlarning hammasini qilganning sirtida texmi haddidan eshib payg'ambar alayhissalomning qizi Zaynab radhiyallohu anha Habashistonga hijrat qilganida uni urib toshga yiqitib qo'sqidagi homilini tushirayotgan bo'lsa-mu, payg'ambar alayhissalomning kechirishiga erishidi va keyinchi musulmon bo'ldi. Hurmatli o'qirmanlarimiz, vaqt munosabati bilan bugungi kitob o'qishimizni mushada oxirlashtiramiz. Kelarki qitim ko'rishishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.